Bular yana nima? Ajoyib soxta jonlar. Jonidishlarga o'xshatib yasagan o'rinbosar jonlarim. O'sha yerga kirib olib nima ixtiro qilayotganingga hayron edim. Bu qoralar nima o'zi? Asosiy yadrolar. Ularni Karibidisni sehrli yadrosida yasaganman va xullas shunchaki sinab ko'rishimiz kerak. Hamma bittadan ushlab, o'ziga yoqqan maxluqni tasavvur qilsin. Va aytgancha keyin uni o'zgartirib bo'lmaydi. Maxluq? Nimalar o'ylayotganingni bilmadim-ku. Hozirgina paydo bo'lgan bu ajoyib narsa nima bo'ldi? Asosiy yadrolardan foydalanuvchining fikriga qarab, shaklni o'zgartiradi. Ular jonidishlarni yaratish uchun ayni muddo bo'lishi kerak. Bu rostdan ham juda ham ajoyib. Skeletda qandaydir g'ayrioddiy narsa bor shunday emasmi? Eshitishmayapti. Hujum qilganida ichiga ko'rib turibman. Ajoyib! Milim. Bu silliq-ku. Shunga nima bo'pti? O'zing istagan maxluqni tasavvur qil deb aytding-ku. Bu biroz uyatli bo'ldi-da. Tushunarli. Yashil g'azab cho'masini to'xtatish uchun bularni joy-joyiga qo'yishimiz kerak deb o'ylayapsan. Xuddi shunaqa. Lekin sen yasagan golem umuman qimirlamayapti. Asosiy tomosha hali oldinda. Kirish. Rimuru, qorning Bu ochdimi? kutilmaganda bo'ldi. U hushdan ketdi. Bu kutganimdan ancha qulay ekan. Rimuru misan? Ha, nima qilding o'zi? O'z ruhimni bir qismi bo'lgan soxta ruhni asosiy o'zak bilan birlashtirib, erkin boshqara oladigan avatar o'zagini yaratdim. Biz ham sinab ko'ramiz. Kirish. Xohlaganimcha boshqara olayman. Rimuru, senga doim qoyil qolaman. Juda ham ajoyibsan-da. Men senga boshidan o'xshagandim. Gaplari juda ham tez-tez o'zgaradi-da. Qani unda ketdik. Bu da'vogarlarni yo'q, bosqinchilarni quvib solamiz.